Bugun men birinchi marta xususiy universitetlarga tashrif buyurdim va bu universitet Tashkent International University of Education. Agar sizga O'zbekistondagi shu kabi xususiy universitetlar qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Universitet Yashnobodda joylashgan va barcha lokatsiya va ma'lumotlarni Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Bu universitetda menga yoqqan taraflardan biri, bu universitetda men kutganimdan ko'ra ancha yaxshi sharoitlarga ega ekan. Nega desangiz, universitetda 200 dan ortiq xonalar bo'lishiga qaramasdan barcha xonalar keng. Shuningdek, katta oshxonasi va bitta 200 kishilik konferensiyalar zali mavjud. Biz aynan Turin Politexnik universiteti bilan konferensiya bo'layotgan vaqtda bormiz. Konferensiya ingliz tilida edi va shu yerda ko'pgina chet ellik professorlarni ham ko'rdik. Bundan tashqari menga yoqqan taraflardan yana biri bu universitet maydoni. Universitet turi 2 gektar maydonga joylashgan. Tabiiyki bunday katta maydonda ikkita stadion va bog' ham mavjud. Xullas do'stlar, bu universitetda men masalan hech qanaqa davlat universitetlaridan kam joyini ko'rmadim. Universitet haqida to'liqroq ma'lumotni keyingi videolarimdan olishingiz mumkin. Yana qanaqa ma'lumotlar olishni xohlaysiz, kommentariyga yozib qoldiring.